Nega bolalar oyoq kiyimlarini teskari kiyishadi? Ya'ni chap va o'ng oyoq kiyimni adashtirib kiyishadi. Bolalar 8 yoshgacha oyoq kiyimlarini teskari kiyishlari mumkin. Bu normal holat. Odatda bolalar 5 yoshdan 8 yoshgacha o'ng va chap oyoq kiyimlarini aqlan tushunib yetishadi, ya'ni farqiga borishadi. Yosh bolalar uchun o'ng va chap oyoq kiyimlar haqida tushuncha yo'q va yosh bolalarning oyoqlari kattalarnikidan farq qiladi. Shuning uchun teskari kiyib olishsa ham noqulaylik tug'ilmaydi. Bemalol kiyib ketaverishadi. Bolalarga oyoq kiyimlarni qanday to'g'ri kiyishni o'rgatsa bo'ladi. Buning uchun siz nakleyka olasiz va nakleykani teng ikkiga bo'lasiz. Yarmini chap, yarmini esa o'ng tomonga yopishtirasiz va farzandingizga bu rasmlar har doim bir xil holatda, ya'ni bir butun bo'lib turishi kerakligini tushuntirasiz. Ba'zi ortopedlar maymoq oyoqlik, ya'ni oyoq qiyshiqligini yengil darajalarda ham oyoq kiyimlarini teskari kiyishlikni maslahat berishadi. Oyoq kiyimlarini 8 yoshgacha teskari kiyish kasallik emas, lekin 8 yoshdan keyin ham teskari kiyish holati kuzatilayotgan bo'lsa, unda nevropatologga murojaat qilish shart. Farzandingizda aqliy rivojlanish orqada qolayotganligini bitta belgisi bo'lib hisoblanadi.